Chet elda ishlash istagidagi fuqarolar yo'l qo'yadigan 7 ta xato. Birinchi, yuqori maosh va oson ish va'dalariga uchib, firibgarlarning soxta ish takliflariga ishonish. Ikkinchi, ishchi viza va shartnomani tekshirmaslik, turistik viza bilan borib, noqonuniy ishlashga majbur bo'lib qolish. Uchinchi, mehnat shartnomasini tushunmasdan imzolash, yomon ish sharoitlarida ishlashga majbur bo'lish. 4. Til va kasbiy malaka talablarini e'tiborsiz qoldirish, muloqot qilish, yaxshi maosh topishda qiyinchiliklarga duch kelish. 5. Borayotgan davlatning migratsiya va mehnat qonunchiligini hamda madaniyatini o'rganmaslik. 6. Moliyaviy savodsizlik va noto'g'ri pul boshqaruvi, rejasiz xarajatlar, favqulodda holatlarga tayyorgarlik ko'rmaslik. 7. Huquqbuzarlik yoki ekspluatatsiya kabi muammolarga uchraganda yordam so'rashdan qo'rqish, kimga murojaat qilishni bilmaslik. Xorijdagi xavfsiz va qonuniy mehnatni kafolatlaydigan 7 ta yechim. 1. Chet eldagi ish o'rinlari bo'yicha ma'lumotlarni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi yoki litsenziyaga ega xususiy bandlik agentliklaridan so'rang. 2. Doim to'g'ri ishchi vizani rasmiylashtiring va shartnomani to'liq o'rganib chiqing. 3. Borayotgan davlatingizning tilini o'rganing. 4. Ketishdan oldin kasbiy o'quv kurslarida tayyorgarlik ko'ring, kasbingiz bo'lsin. 5. Ishlamoqchi bo'lgan davlatingizning qonunlari va madaniyatini o'rganing. 6. Topgan pulingizni to'g'ri sarflang, daromadingizning bir qismini tejang va ortiqcha xarajatlardan qoching. 7. Borayotgan mamlakatingizdagi O'zbekiston elchixonasi, konsulliklari, migratsiya agentligining vakolatxonalari bilan bog'lanish yo'llarini oldindan bilib oling. Albatta bu sizga as qotadi.